26 yilning 14-yanvar kuni soat 19:05 da Milliy telekanalida Ko'nglim qassobi. 5 kunlik dunyo serialining 3-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod tomoshabinni yana inson qalbining murakkab va nozik jihatlariga olib kirib, hayotdagi tanlovlar qanchalik mas'uliyatli ekanini eslatadi. Bu serialda menga eng yoqadigan jihat voqealarning sun'iy dramatizatsiyasiz, hayotga yaqin tarzda berilishidir. 3-qismda qahramonlar ichki kurashlar bilan yuzma-yuz keladi va aynan shu holatlar syujetni yanada ta'sirchan qiladi. Har bir sahna o'z ma'nosiga ega bo'lib, ortiqcha detallar bilan to'ldirilmagan. Aktyorlar ijrosi samimiy va ishonarli, hissiyotlar baland ovoz bilan emas, balki nigoh va sukut orqali yetkaziladi. Rejissyorlik yondashuvi esa tomoshabinga voqealarni his qilish imkonini beradi, majburlamasdan mulohaza qilishga undaydi. Ko'nglim qassobi. 5 kunlik dunyo 3-qismi bilan yana bir bor o'z darajasini namoyon etadi. Bu serial faqat voqealar ketma-ketligi emas, balki qalbga ta'sir qiluvchi hikoya sifatida esda qoladi va davomiy kuzatishga arziydi.